Agar siz boshqa lokatsiyada turadigan bo'lsangiz ham, mana shu kvartiramizga aniq qiziqib qolasiz ekan, Sergelidan arzon variant qidirgan tanchilarga shundoq yuborib qo'yinglar. Sergeli o'zgarish metro bekati, qaranglar, shundoq metro ham ko'rinib turibdi. Taxminan 150 metr masofada yangi g'ishli novostroykani birinchi etajdan maydoni 56 kvadratli 3 xonali tayyor remontli kirib yashaydigan kvartirani arzon narxda ko'rsamiz. Atrofini o'zinglar bitta ko'ringlar-da. Avtoparkovniy joylarni ko'ryapsizlarmi? Endi mana bu bolalar o'yingohini kattaligini o'zinglar bitta ko'ringlar, qaranglar kattaligini. Bolalar o'yingohlari, oilaviy dam olish uchun katta besedkalarni ko'rishimiz mumkin. Xullas, yonginalarda bog'cha ham joylashgan bo'lyapti, mana qaranglar, bog'cha joylashgan. Endi ichkaridan ham ko'ramiz va video davomida narxi bilan aytib o'taman. Ichkaridan ko'radigan bo'lsak, asosiy pod'ezd eshigidan kiraverib shunaqa uzun hol, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. O'ng tarafda ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Yo'lak bo'ylab yurarkanmiz, bu katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Remontlarni ko'ryapsizlarmi? Sveji, tayyor kelasizlar, yashaysizlar. Va alohida sanuzollar ham joylashgan bo'ladi. Akkuratniy holatda uni yonginasida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, har bitta xonani e'tibor beringlar. O'zini ko'chaga qaragan oynalar bor. Oxirgi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Narxi $75,000 kelishiladigan joylari bor, pastda egalar nomeri savdolashib bo'lsanglar bo'ladi.